Hammaga assalomu alaykum. Siz Koreya kosmetika sirlarini, yuz parvarish qilishda barcha ma'lumotlarni, layfhaklarni, sirlarni aytib o'tadigan Komox.uz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga juda ham katta yangiliklar bilan bo'lishmoqchiman. Bizni do'konimizga eng asosiy brendlarimizdan Derma Factory, Round Lab, Selim Max va yangi bo'lgan Dr. Alte brendidan juda ham ko'p mahsulotlarni qabul qilib oldik. Ularni biz Primoy zavodlarining o'zidan olib kirdik do'konimizga. Bu mahsulotlarning tarkibida retinol, mikroignalar, Masilix 300 kompleksi, pantenol va niacinamid mavjud. Agar bu mahsulotlarni muntazam ravishda har doim foydalansangiz, yuzingizdagi kengaygan porlarni toraytirishga va yuzingizdagi chuqur pigmentatsiyalarni oqartirishga, yuzingizni ohanglarini yaxshilab beradi va yuzingizni yengillab beradi. Albatta bularni birga foydalansangiz juda ham zo'r effekt bo'ladi. Sivurtkasini va kremini. Men sizlarga hozir bu ikkala kremni bir-biridan farqini qisqacha qilib tushuntirib aytib o'tib ketaman. Demak, 345 kremi teksturasi juda ham yengil, yuzimizdagi aknelar bilan kurashadi va yuz terimizdagi barrierni tiklab beradi. Buni Instagramda ko'p videolarda ko'rdim. Qizlar do'yi post qilishganini, juda ham real yordam bergan. Bruce Harriet kremini esa farqi shundaki, bu juda ham quruq yuz terisini tiklab beradi va sinamli chiqib beradi va juda ham yaxshi namlantiradi. Endi bizni onlayn do'konimizda tarkibi vegan bo'lgan kushonlar ham bor. Bu albatta Dr. Alte brendidan. Bizda bu brend kushonning ikki xil nomerini olib keldik. Ko'rishingiz mumkin mana. Bu kushonlarimiz tarkibi juda ham toza, yuz terimizga lehki yotib beradi. Yuzimizdagi hamma muammolarni yopadi va surib bo'lganingizdan keyin finishi tabiiy ko'rinishda qoladi yuzingizda. Unaqa yig'ilib qolmaydi, tabiiy yaltirlashni berib turadi. Mana ko'rinishi, vau. Zo'r ekan. Va o'sha mashhur Dr. Alte brendidan finish powderlar ham olib kirdik. Buni ham juda ham sanog'i ko'p. Buni tarkibi birinchi o'rinda aytib o'taman, tabiiy, ko'rishingiz mumkin. Minerallardan iborat, yuzimizni motivirushi effektini beradi, yuzimizni yaltillatib olmaydi, yuzimizdagi ochiq porlarni ham yopib, hattoki bor poringizni yo'qdek ko'rsatib beradi. Kun davomida makiyajimizni qattiq, mustahkam ushlab beradi. Hozir buni ochib ko'ramiz endi. Vau! Qaranglar. Tatlarim kelib ketdi. Bu hamma biladi, raspechitini, demak, oq pudra, mana. Bu finish pudraning narxi boshqa do'konlarga qaraganda bizni onlayn do'konda juda ham boshqacha narxda. Agar kim narxini bilsa, kommentariyga yozishi mumkin. Va o'sha mashhur brend Round Lab'ni ham yaqinda bizda SPF'lar tugab qolganida nalichimizda kushonlari bilan ularni ham juda ko'p katta partiyada hammaga yetadigan qilib olib keldik. Kushonlari va 3 xil SPF va o'sha mashhur Dr. Penkamiz ham endi nalichida. Va o'sha eng mashhur, meni eng sevimli brendim Derma Factory brendidan ham juda ham ko'p yangiliklar olib kirdik. Anchadan beri sotuvda bo'lmagan niacinamid kremimizni ham olib keldik, ko'rishingiz mumkin. Va retinoid Tourist PM ligidan, katta dozirovkasidan va o'sha mashhur Hauchini penkamiz va niacinamid kremimizdan yangilik yuz yuvish uchun penka va mashhur bo'lgan bizni SPF'larimiz. Hozirda hamma ko'rsatgan mahsulotimiz bizning onlayn do'konimizda bor. Do'konimizga silka opisaniyada keltirilgan. Bundan tashqari yana boshqa yangiliklar, mahsulotlarimiz juda ham ko'p saytda bor, kirib ko'rishingiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va bu videomizni o'zlaringiz yaqinlaringiz bilan ulashishingiz mumkin. Agar sizda yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, qaysi mahsulot haqida obzor qilib berishimizni xohlasangiz, albatta kommentariyada qoldiring. Biz unga qarab sizga yana obzorlar qilib beramiz.